bizdan so'rayotgan mijozlarimiz olib borganda uyaltirib qo'ymaydigan mahsulotlarni tavsiya qiling deyishyapti. Biz sizlarga o'sha mahsulotlarni olib kelib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Kalaskamizning komplektidan o'zini nimalari chiqadi? O'zini ajoyib bo'lgan bunaqa katta sumkasi chiqadi. Zimni chexollari bor. O'zini maxsus tutqichlariga qo'yish uchun perchatkalari ham bo'ladi. Ertaga sovuq kunlarda foydalanishingiz uchun. Xo'p, keyingi qismiga keladigan bo'lsak, kalaskamizning amortizator funksiyasi hisoblanadi. Amortizator funksiyalari juda ham yumshoq ishlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Kalaskamiz o'z gabariti ham juda ham chiroyli, polskiy dizaynda ishlangan desak ham bo'ladi. Ichlarini hozir bitta ko'rsatib beramiz. Ichki qismlariga keladigan bo'lsak, ichki qismlari 2 qavatli materialdan iborat bo'ladi. Teg qismlarida o'zini porolon matraslarigacha chiqadi komplektida. Shu holatda o'zidan farzandinglarni bemalol yonboshlatib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'tirgan holatda sayr qildirsanglar ham bo'ladi. Keyingi bloki прогулочный blok hisoblanadi. Namorajdoniy blokini yechamiz. Yechishlar ham juda ham oson va yengil bo'ladi. Kalaskamizni to'g'rilab olib, xohlasanglar o'zingizlarga qaratib qo'yib olasizlar, xohlasanglar tashqari tomonga qaratib bemalol qo'yib foydalanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, прогулочный blok ham juda katta hisoblanadi bu kalaskamizda. Farzandinglar 4 yoshgacha bemalol o'tirib, xohlasanglar yotkazib foydalanishingiz mumkin. Oyoq qismlari funksiyasi mexanizmli bo'ladi, ko'tarilishlari oxirigacha bo'ladi. Orqa spinkasi 3 ta положениеda yotadigan va o'tiradigan holatda bemalol foydalanaverasizlar. Ustilari zamokli bo'ladi. Zamoklarini yechsanglar, old soyabonlari oxirigacha tushadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifati zo'r, komfortli qilib ishlangan kalaskamiz. Keyingi naborimiz Dovadnom stulchkamiz bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Stulchkamiz ham Dovadnom Kidilo brendiga tegishli bo'ladi. Patnislarni bemalol ligrovka qilib foydalanishingiz mumkin. 3 ta положениеda patnislari oldiga va orqaga chiqib ishlatsanglar bo'ladi. Patnisini o'ziga keladigan bo'lsak, 2 qavatli bo'ladi. Ustidagi qavatini ham olib qo'yib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bemalol yuvib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Stulchkamizning o'ziga keladigan bo'lsak, juda ham sifati zo'r, funksiyalari juda ham ko'p. Xohlasanglar bo'yini bemalol balandpast qilib foydalanaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda o'zida ham bemalol yotkazib qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Oyoqlari ham ko'tariladi, ko'rayotganinglardek. Bu tomonning knopkasini oson shundoq bitta harakatda o'zi shunday chiqazaverasizlar. Lulka holatiga keladi. Ballonlarini tormozga tushirib, tokka tiqib qo'ysanglar bo'ldi. Bemalol tokdan foydalanishingiz mumkin. Tokda turgan holatida o'zidan boshqarmoqchi bo'lsanglar, sensorli hisoblanadi bu. Xo'p, skorsi, birinchi skorsi 2, 3, 4, 5 ta skorsi bor. O'zini 5 xil tezligi bo'ladi. O'zi sekin tezlik oladi. Xo'p, keyingi funksiyasi timer hisoblanadi. Timeri 15 minut, yarim soat, 45 minutgacha timer bo'ladi. Avtomatik shu vaqt ichida o'chadi. Qolgan funksiyasi o'zini muzikasi bo'ladi. Ovozini balandpast qilib ishlatishingiz. Qolgan funksiyasini o'zingiz xohlagan tipga qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Pultdan ham xuddi shu funksiyalarni bemalol boshqarib ishlatishingiz mumkin. Skorslarni to'g'rilab, mana 4-skorsi, 3-skorsi, xohlasanglar pultdan o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu stulchkamizning eng muhim funksiyasi A funksiyasi bor, avto rejim, ya'ni bola yig'ilsa avtomatik shu ovozini hisobiga avtomatik tarzda bu ishlab ketadi stulchkamiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu komplektimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli tez yetkazib beramiz, murojaat qilaverasizlar.